Do you wake up early every day? Karima har kuni barvaqt uyg'onasizmi? Karima har kuni barvaqt uyg'onasizmi? Karima har kuni barvaqt uyg'onasizmi? Yes, every day I wake up at 6:45. Ha, har kuni soat 15 da kam 7 da uyg'onaman. Ha, har kuni soat 15 da kam 7 da uyg'onaman. Ha, har kuni soat 15 da kam 7 da uyg'onaman. How do you go to the university? By metro? Universitetga nimada borasiz? Metrodami? Universitetga nimada borasiz? Metrodami? Universitetga nimada borasiz? Metrodami? No, there is a bus stop near our house. I take bus number 19 there and go to the university. Yo'q, uyimiz yonida avtobus bekati bor. O'sha yerda 19-avtobusga chiqib, universitetga boraman. Yo'q, uyimiz yonida avtobus bekati bor. O'sha yerda 19-avtobusga chiqib, universitetga boraman. Yo'q, uyimiz yonida avtobus bekati bor. O'sha yerda 19-avtobusga chiqib, universitetga boraman. What time do you arrive at the university? Soat nechida universitetga yetib borasiz? Soat nechida universitetga yetib borasiz? Soat nechida universitetga yetib borasiz? I arrive at the university at 8:10, but classes begin at 8:30. Soat 8 dan 10 minut o'tganda universitetga yetib boraman. Lekin darslar soat 8:30 da boshlanadi. Soat 8 dan 10 minut o'tganda universitetga yetib boraman. Lekin darslar soat 8:30 da boshlanadi. Soat 8 dan 10 minut o'tganda universitetga yetib boraman. Lekin darslar soat 8:30 da boshlanadi. Do you have lunch? Tushlik qilasizmi? Tushlik qilasizmi? Tushlik qilasizmi? Of course. Every day at 1 o'clock I have lunch with my classmates in the university cafeteria. Albatta, sinfdoshlarim bilan universitet oshxonasida har kuni soat 1 da tushlik qilamiz. Albatta, sinfdoshlarim bilan universitet oshxonasida har kuni soat 1 da tushlik qilamiz. Albatta, sinfdoshlarim bilan universitet oshxonasida har kuni soat 1 da tushlik qilamiz. What time do you return home? Soat nechida uyga qaytasiz? Soat nechida uyga qaytasiz? Soat nechida uyga qaytasiz? Home. Approximately at 5:45. Taxminan soat 15 da kam 6 da. Taxminan soat 15 da kam 6 da. Taxminan soat 15 da kam 6 da. Karima har kuni barvaqt uyg'onasizmi? Ha, har kuni soat 15 da kam 7 da uyg'onaman. Universitetga nimada borasiz? Metrodami? Yo'q, uyimiz yonida avtobus bekati bor. O'sha yerda 19-avtobusga chiqib, universitetga boraman. Soat nechida universitetga yetib borasiz? Soat 8 dan 10 minut o'tganda universitetga yetib boraman. Lekin darslar soat 8:30 da boshlanadi. Tushlik qilasizmi? Albatta, sinfdoshlarim bilan universitet oshxonasida har kuni soat 1 da tushlik qilamiz. Soat nechida uyga qaytasiz? Taxminan soat 15 da kam 6 da.